Xalqimiz va o'zimiz sevgan toshimiz Ko'ksaroy toshimizdan Jizzaxdagi obyektimizga o'rnatib berdik. Ko'rayotgan bo'lsalaring pulun-tuz, qopqoq, ikkita ramkali, o'rtasiga ekran qo'yib, uchli polasa bilan bo'lib berganmiz. Zinalarning burchagini esa toshimiz 3 burchak kesib, mana shaklga qilib berganmiz. Qo'llarni esa 60 ga 30 angren kafelni o'rnatib berganmiz. Qo'llarni ichiga ham bitta Ko'ksaroy toshimizdan ramkaga olib, ichiga kafel kesib o'rnatib berganmiz. Bu Jizzaxdagi xonadonimiz toshlarini tugatishimizga bizda 1 oy vaqt yetarli bo'ldi. Shunaqa tosh haqida, xizmat haqi haqida sizlarda ham ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini qoldirsangiz biz o'zimiz aloqaga chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.